Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Sun'iy kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlar uchun kerakli va manfaatli bo'lgan ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Marhamat, ko'rib tomosha qiling, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Xullas, avtomobilimizda eshiklar yaxshi ishlamas ekan. Stiklopodiyomliklari, ya'ni oynalari, sentr zamoylari ishlamaydi umuman mana. Prime tok bersangiz ham shu qotgan holatda. Mashinamiz 2014-yil. 6 yil, mana ba'dan 5 yil qo'shadigan bo'lsak, 11 yil bo'lyapti avtomobilga. Agar sizlarda ham mana shunaqangi muammo bo'lsa, bitta Matizda emas, Nexia 2, Nexia 1, Matizmi, endi boshqa yil eski avtomobillarimizda bo'ladi bu narsa. Muammo bo'lsa, qanaqa holatda sifatli qilib bitirishni ko'rsataman sizlarga. Haligi временni qilib emas. Necha rasxod ko'proq ketadi, lekin bag'i zo'r bo'ladi. Marhamat, ko'rib tomosha qiling, 100% o'zingiz uchun kerakli ma'lumotni olasiz do'stlar bu videoroligimizda, xudo xolasa. Do'stlar, xudo xolasa ishimizni boshlab oldik. Avtomobilimiz Kitayskiy sentr zamoy relay uстановка qilingan. Buni qo'ygandan keyin universal relay bilan дополнительный holatda qilib uстановка qilish kerak. Masalan, o'zini kuchi yetmaydi va tokni slabый holatga, ya'ni bateriya holatiga uchratadi. Bu degani, narigi eshiklarga tok kam boradi-da, yaxshi ishlamaydigan. O'zi motorlari slabый bo'lgan mashinalar, sababi yil eski mashinalarda shunaqa holat kuzatiladi. Bo'lib kelgan va bundan buyog'iga bo'ladi. Shuning uchun biz hozir bunga 4 dona pistolet, ya'ni sentr zamoyda uстановка qilamiz. Kabelni tekshiramiz, yaxshi bo'lsa qoladi, agar u ham chatavroq bo'lsa u almashadi. Stiklopodiyomlarimiz cho'tkalari ikkala motorchi tomon ham ochib, yog'lab boshqatdan cho'tka regidrovka qilib qo'yiladi. Avtomobilimizga kolonkalarni olib tashlaymiz, magnitolasini olib tashlaymiz, boshqasini uстановка qilib beramiz. Bu narsa обычный videorolik, ya'ni oddiy holatdagi videorolik, lekin juda ham ko'pchilik avtomobil ishqibozlariga kerak bo'ladigan holatlar uchun sizlarga ko'rsatib boramiz. Oxirida hisob-kitoblarni aytib beramiz mana. Kolonkamiz, magnitofon oddiysidan qani sentr zamon deydi. Voy, shustri. Komplekt sentr zamon uстановка qilinadi. Xo'p, kabellarni o'chib qo'yganmiz. Agar mabodo kabellar yaxshi chiqmasa, kabellarni olib tashlab boshqa uстановка qilamiz. Endi sizlarga ish jarayonini ko'rsatib, tushuntirib boraman do'stlar. Sentr zamoylarimizni uстановка qilib oldik. To'tal eshigimizga ham har bittasi yangi uстановка qilingan. Bu tomonda o'sha bittalik qo'yilgan bo'lgan, uni olib tashladik. Boshqa uстановка qilganmiz to'talasiga ham va bu yerda pultimiz oldin uстановка qilingan sentr zamoy relsini tushuntiraman deydi. Orqalariga ham boshqa motorchiga uстановка qilingan. O'zinikini spisalarigacha, kabellargacha olib tashladik. Sababi o'zi pishib bo'lgan, ancha urinib bo'lgan motkalar, shuning uchun olib tashladik. Nagi tomon eshiklarimiz ham xuddi shunaqangi holatda. Oldi tomonlarni ham to'talasini boshlab qo'yganmiz. Kabellarni chiroq izolyatsiya qilib bekitib qo'yganmiz oldini ham. Tepa tomondan o'zinikini olib tashlaganmiz. Masalan, spisasini olib tashlaganmiz o'zinikini. Kolonkalarimizni ham qotirib oldik. Endi nagi tomonni kolonkasini qotirib, u tomonni oynasini remont qilib olamiz. Oldi eshiklar, hozir orqa eshiklaringizni ko'rsatyapsizlar, orqa eshikni ham uстановкасini qilib olganmiz sentr zamoyda. O'zini mana ko'rib turganlaring, o'zini radnoy pistoleti ham turibdi, yonida gubkasi bilan. Buni olib tashlaganmiz montajlari. Bu tomonda hop. Universal relay bilan birgalikda uстановка qilingan sentr zamoyda relesi bor. Buni universal relay bilan birgalikda qo'ysangiz, sentr zamoyda miyasini o'ziga kuch kelmaydi. O'shani hisobiga bu narsa vechna holatga aylanadi. Agar bu universal relayda qo'ymasdan ketadigan bo'lsangiz, uzoq 1 oyda yoki 2 oyda bu sentr zamoyda relasi kuyadi-da, yopsa ochmaydi, ochsa yopmaydi, ya'ni birlamchi, bir tomonlama ishlaydigan bo'lib qoladi. O'shani hisobiga to'g'rilab ketishlarni maslahat beramiz. Endi hozir motorchigimiz yechamiz, oynaga ko'targan motorchini keyin remont qilib olamizda, keyin qolgan jarayonlarni ko'rsataman sizlarga. Hozir motorchini yechib baqab olib maydalayapmiz. Endi buni do'stlar o'zini holatini chiqaramiz. Ya'ni radnoy shotkalarni uстановка qilinadi. Hali birga bir tushadigan emas. O'zini haqiqiy shu oynani relay motor uchun chiqargan shotkani uстановка qilinadi. Keyin yig'ib joyiga qotirib, qolgan joylarni ko'rsatib, tushuntirib o'taman sizlarga. Oxirida so'mmalarigacha, agar sizga shunaqangi eskiroq mashina bo'ladigan bo'lsa, nech pul sarflasangiz, shunaqangi holatga kelishini o'zingiz bilib olasiz do'stlar. Do'stlar, Matizimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bu обычный oddiy narsa, lekin juda ko'p bo'ladigan ish. Men endi katta narsalarni qo'ymayman YouTube'ga, sababini ustalada mana hech kim ko'rmaydi. Oddiy odam ko'rsa tushunmaydi, uni prosmotr yemaydi xullas. Va bu narsa juda ham ko'pchilikda haydovchilarda kerakli narsa. Chunki ko'p keladi, shunaqa ko'p ko'ramiz shunaqa narsalar.
Xo'p, avtomobilimizga ko'rdilaring 4 ta sentr zaman boshqa uстановка qilindi. U eskisini ko'rlashni foydasi yo'q. Eskini quvvat past bo'ladi. Vaqt o'tish davomida ichidagi obmotkasi qizib, yaxshi tortilmay qoladi. Puskatorga o'xshab. Xullas, 4 ta eshikka boshqa sentr zaman qo'yib, kabellar o'zi mustahkamligi uchun kontrolni tekshirganimizda mustahkamligi uchun qoldi. To'liq 12 volt olib borib beryapti. Shuning uchun o'zini qoldirdik. Sentr zamoyida miyasini через universal relay ishlaydigan qilib qo'ydik. Sentr zamoyida relasi umuman kuymaydi, xudo xolasa, sababi kuch hamma quvvat universal relayga keladi. Bunisi qo'yildi. Pult o'zi hech qancha bo'lmagan ekan, yangi qo'ydirishgan ekan. Xo'p, kolonkalarni boshqa qo'yib berdik, eshiknikini va magnitofonimiz shu Xitoy oddiy magnitofondan uстановка qilindi. Xo'p, akamizning eng asosiy qiynaydigan narsa bu eshiklardir. Xudo xolasa, mana chotki bo'ldi eshiklarimiz ham. Juda ham ajoyib holatda. Nari tomonni ham ochib qo'yaylik, Diyorboy. Orqasini ham oching. To'xtab turing endi. Ochamiz. Endi oching. Orqasini ham. Yoping. Juda ham ajoyib holatda bo'ldi, do'stlar. Ha, kalitda ham shu o'zini holati. Montajlarni ko'rdilar qanaqa qilinganini. Kalitda ham shu ishlaradi bu. Chotki holatda bo'ldi. Itogosiga kiradigan bo'lsak, общий запчасть 540 ming so'mlik bo'ldi. Kabel-yu, magnitofon-yu, kolonkasi-yu, sentr zamon komplekt-yu, xullas qo'yingki, izolentasi tortib kabelgacha hisoblanadi 540 ming so'm bo'ldi. Hamma zapchast. Bizning xizmatimiz 400 ming so'm bo'ldi. Endi yana bitta narsani aytib ketaman. Qimmatmi, arzonmi, bizga farqi yo'qmi? Biz qilingan mehnatga qarab aytamiz narxni. Agar qimmat bo'lsa, qilgizmaysiz. Agar sizga ma'qul kelsa, arzon sifatda bilsangiz, kelib qilgizib ketaverasiz. Bizga narxi qiziq yo'q, sifati qiziq bor asosan. Agar yo o'zini ta'bir ishlatib beraring deydigan bo'lsa, men qilmayman unaqa narsani. Sababi kerak emas. U arzimagan pul olasiz, lekin mehnatingiz o'sha yangini qilgandan kam bo'ladi, ko'p bo'ladi, no'xon mehnat. Ishingizga effekt chiqmaydi. Hamma narsani chotkisidan o'rnatib, podgotovka qilib chiqsangiz, juda ham ajoyib holatda bo'ladi. Oynalari o'zini ishlatdik oynasiga. Xudo xolasa, shotkani o'sha o'zini zavodidan qo'yganmiz. Birga biridan emas, o'zini haqiqiy tushadigandan qo'yilgan. Ishlashlari juda ham ajoyib. Yozib o'tganni ochib qo'yganmiz. Yozib qo'yamiz. Bu oyna faqat ursa ishlaydigan bo'lib qolgan ekan. Avtomobilimizning oynalarini ham, shotkalarni almashtirib, chotki holatda qilib berdik. Xo'p, xullas do'stlar, agar sizlarda ham mana shunaqangi muammo bo'lsa, например, hammada har xil. Shunaqa so'mmaga yoki shunaqa holatda bitadi. Agar xudo xolasa, o'zimiz yo'qchilarni chiroyli qilib hal qilib beramiz. Manzilimiz Namangan viloyati Pop tumanida. Videolarni ma'qul kelganimizda like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Xudo xolasa, endi sizlarga bundan buyog'iga yaxshi videolar chiqarib, zo'r kontent qilishga harakat qilamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.